Ali aka siz qayerdansiz? Men aka ukamizni Umid bilaman, rejissyorman. Oldin aktyor bo'lganman. 16-yildan beri ekranda ko'rinmay qo'yganman o'shanga. Ana o'yin ichida o'yin filmidagi o'rtog'im Mashibola o'ynagan. Ulug'bek Rahmatullayev Layloyim san klipi rosa aylanardi u paytida. Ulug'bek aka kliplari. Malades. Mana. Ukam shundoq ana qoli to'xta shundoq. Anavmi kapsulami bu? Nima Sardor yo anavmi? Bunda tabiiy, unda ziyoni yo'q buni. Mana natural. Shundoq ana qoli yo'q. Kapsulami yoki anaqa sirupmi? Bo'ldi. Muzlamilu, bola muzlamilu birlashaylik. Ledinoy. Bir kunda 3 mahal ichaman ovqatlangandan keyin. Ishtahani Necha bo'ladimi? mahal Nima kuniga qiladi? 2 mahal ichasanmi? 3 mahal. Har ovqat yeganingdan keyin ichasan. Bir dona ichaman. Vis taylatadi ancha bonagida yog'lar erta ekan. Sardor, men ana videoni ko'rib qoldim. O'zim haqimda kitob yozyapman, tuda bor-ku. Kitob. Rost gap. Uni kino qilaylik, zo'r bo'ladi. Welcome. Kino 10 qilish yillik kerak. karobchi aka, mana endi ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Men shu TikTokda shu noldan chiqib kelganman. Hozir 6 yildan beri karobchi bunday bo'lgan. 2018 kirgan bo'lsam, 2020-yil shu narsa xayolimga kelgan. Nima qilyapman, qanaqa o'zgarish, hayotimda nima ketyapti, yozib boryapman aka hammasini. Zo'r. O'sha hozir 6 bob yakunladim aka, 1 yilda bitta bob tugatyapman. Uni kino qilish kerak, Sardor, uni kino qilish kerak. Bunaqa istoriyalarchi odamlarga yoqadi. Kino qilib ko'rsa boru, o'zing o'ynab bersang ham bo'ladi uni. Qahramon bo'lib. Sardor, redaktor topasan. Wow, gap yo'q mana. Ukam ko'rdingmi? Vashi, biz jim o'tiramizmi? Tersang chiroyli qilib kerak shirin joylarini oladi-da, ma'nosini qoldirib, sal siqadi-da bundoq qilib. Hayotingni hamma shirin joylarini qoldirib, bitta proyekt qilib beradi. Men qilgan gunohlarimgacha yozganman aka. Uni o'qisa odam, uni borki jinni bo'ladi aka. O'sha eng qizig'i o'zi aslida anu. Eng qizig'i o'sha. Bilmay qilib qo'ygan gunohlarimgacha yozganman. Feruz aka, assalomu alaykum. Bormisiz akajonim? Uni o'sha nima qilib olish kerak-da, reality kino qilib olish kerak. Endi yozyapman. Endi bunday aka, meni planim endi Fyodor Emelianenko endi UFC'da 10 yil chempion bo'lgan-ku aralash janglarda. Imperator birinchi oxirgi imperator janglarda deydi-ku. Endi yaxshimi yomonmi? Men shu TikTokda 20-yildan beri aka top esingida birinchi o'rinda yuribman, Liboy tomonlama bo'yicha. Nasib yana 4 yildan keyin faoliyatimni polni batamom tugataman. Xudo xolisa. O'sha yana 4 yil mobaynida nima ko'raman, nima qo'yaman peshanadan, hayotim, ijodimni hammasini yozib boryapman. Nasib bo'lsa mana shu 10 yilda mana 2020-2030-yilgacha podpiska qilib qo'ying. mana shu yerda nima ko'rgan kechinmalarni yozib boryapman. 10 yil chempion bo'lib, o'zimni xohishim bilan, o'z xohishim bilan juda chiqib ketaman aka bu yoqdan. Gap yo'q. Lekin qara yana bitta zo'r narsa. Ani uylansang, bola chaqa qilsang Sizlarni podpiska qilib qo'yingman. Lichkada gaplashib. Bu farz bu, bilasizmi? Boqliroq uylanib, boqliroq bola chaqa Mana qilib. sizga bosdim. Lichkada tashkilotlar lichkada Vahshiy tema. Podbeda iloji yo'q. Aka uylansam bu yoqda unday bo'lmaydi aka. Olmay qoladi-da. Rahmat. Muchi. Rahmat. Feruz aka, joningiz omon bo'lsin. Akajonim, bormisiz, ko'rinmaysiz akajon. Rahmat kattakon akajon. Feruz akam 707. Mehribon akam. Dushi, krasota какая. O'shanga Sardor uni ssenariy qilish kerak, обязательно ssenariy qilib kino qilish kerak. U vashi hit kino bo'ladi, hit. Welcome. Zo'r bo'ladi aka, men o'zim aka ishoning shunaqa mazza qilaman, bir o'qiyman hozir bilat deyman. Oddiy bir yurgan odam shunday hamma nima qiyinchilik ko'rganlarimgacha, kechinmalarimgacha, yaxshi yomon bir odam xalq bilmagan ko'p gunohlar qilganmiz, ulargacha hammasini yozganman aka. Da, o'sha kinoda bor-ku, mana shunaqa qahramon bor-ku, oppoq, hamma narsasi zo'r, takoy giroy bo'lsa uncha nima emas. Mana ikir-chikirlari bilan, qiyinchiliklari bilan, xatolari bilan
kitobimni 4-bobini nechinchi sallohasida Hadichaxon bilan ko'rishganlarimizgacha yozgan. Voy, intrigani qaranglar. Lekin o'sha Chiqqanda sotib olganinglarni o'qiysizlar deb qo'yish kerak-da oxirida. Zakazlarni bugundan boshlab qilishinglar mumkin deb saytga sekin urg'u berib yuborish kerak. Отдельный bobini sotib olsa bo'lmaydimi? 6-bobini отдельный. Adliy bot bo'lmagan lekin biz Yo, unday ananda ko'rishganmiz-da, Toshkentda mehmon bo'lganmiz, Halim opamlarnikida rahmatli. O'sha payt ko'rishganmiz. Ya qanaqa do'zaxiy Sardor bo'ladi nomi, kitobni nomi unaqa bo'lmaydi. Yo, unday bo'lmaydi. Har bitta bobi har xil nom bo'ladi, chunki bir yil yozilganda har yili har xil. Yosh ko'rindingiz endi. Mana shu Danator akalarim esimda qolgan hammasini tushirib boryapman. Xudo xolasa bular ham tarixga kiradi. Ye zo'r gap yo'q. Vashe молодец Sardor gap yo'q. Bu har kimga ham emas-da. Endi aka o'zim bora olmadim. Chunki mana qilayotgan amallarim, ishlarim unga to'g'ri kelmaydi o'yladim. Ukam kichkina ukamdan tortib buvimlargacha, tog'imlargacha, dadam ayimlargacha jo'natdi. Alloh rozi bo'lsin. Bir o'zi chiroyli qilib o'zingdan bir borib tavba qilib, ana nima deydi? Sen yaxshi insonsan-da. Ertaga nima bo'lishini misol uchun hech kim bilmaydi-da. Qanaqa uyg'onamiz, nima bo'ladi. O'shatga yaqinsan-da, bitta borib maza qilib kelgan bir ukam. Shunday. Ya aka, boraman desam bir qadam to'g'ri aytyapsiz. Prosta endi senga yaqin borib bir qo'yningni shunaqa bir yengil qilib, bir toza maza qilgan deyapman-da ukam. Endi men tushundim Sardor, bu TikTokga yig'ishtirganda где-то близко bormoqchi-da, уже конкретный hayot uylanaman, oxirgi kunim bo'ladi. Uylangan kunim chiqib ketaman jahannam ekan. Значит, 4 yil bor, ha? 4 yil bor, ha. Yo, 4 yilda qarib qo'ymaysizmi, Sardor? Nima qariydi? Hali yoshman-ku. Men Hadicha sizga bitta zo'r narsa aytaman-da, siz bahona qolganlar ham eshitadi. Meni xotinim mendan 19 yosh kichkina.